Salom do'stim, isming nima? Ha, mening ismim nima? Men ham sendan shuni so'rayotdim-da, nima ekanligini. Ismimni bilar ekansan, nimaga so'rayapsan? Bo'pti, yo'qol, sen bilan do'stlashib bo'lmas ekan. Ha do'stim, bu yoqqa qarab. Salom. Yaxshi yigit. Salom. Rahmat. Men yaxshi yigitman, lekin meni bitta savol qiynayotdi. Ismingiz nima? Yaxshi qiz. Ha, meni ismimmi? Meni ismim kim? Ismingiz kimmi? Men ham sizdan shuni so'rayapman-da. Ismingiz kim? Menga ayting shuni, yoki men topishim kerakmi? Yo'q, topishingiz shart emas. O'zim aytib turibman-ku, mening ismim kim? Mening ismim kim? Chiroyli va go'zal kim? Bu odamlar juda ham g'alati ekan. Shoshmang. Sizning ismingiz kim? Meniki? Qachon? Demak, uniki? Ha, yana nimaga qaytib kelding? Ha? Ism topuvchi. Sen menga bir narsani aytishing kerak. Sening isming nima? Shundaymi? Koshki aql kirgan bo'lsa, to'ppa-to'g'ri ismimni topibsan-da. Shoshma, sen hammadan ismimni so'rab yuribsan. O'zingniki nima? Meniki qachon? Ha.